Assalomu alaykum sevimli sizlar kanalına yaxshimi obdan turattamsizlar. Bugun biz o'qiyotgan Qiyodagi ovchining Ahuzari degan mush kitobimizni o'qishni davom qilamiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovdan qozoq shoiri Muxtar Shahonov o'rtasida suhbat asosida yozilgan kitob. Biz kitobning 6-bobi, ya'ni ko'zidan chiqqan bosh so'ngak degan mushu bobni o'qib asosliqi Turkiy millatlarning tarixi, O'rta Osiyo tarixi, qozoq va qirg'izlarningki tarixi degandek mushaq suhbat bo'layotidi. Biz Eee, aldin qitimliq bobda mushu Mo'ng'ullarning istilo urushlarini so'zlayotgandik. Hozir shuni davom qilamiz. Aytmatov. Oltin O'rda davlatining og'dirilishiga 1380-yildagi Kolikov urushining mag'lubiyati zo'r ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo uning holsizlanib tarix sahnasidan biroqla yo'qolishiga o'rdaning oqsoq temir bilan qarshilashishi sabab bo'lgan. Puhralari ichidagi aql parasatligi va botirlik bilan dong chiqargan o'z zamonasining kosib hunarvanlari, san'atchilari va bilimliklariga yaqindan yordamda bo'lib, davlat töhfakori atalgan Amir Temirning Oltin O'rdaning oxirgi xoni, o'zining qarindoshi To'xtamush xonga qarshi 1391dan 1395 yillari ichida ikki qatim yurish qilib, ilgirki qo'shni davlatni vayron qilganligi sabablarini bizdan ko'ra kasbiy tarixchilar yaxshi bilishadi. Şaxanov. Aqsoq Temirning bu qiliqi birinchidan Oltin O'rdani bir yo'lli g'ulitib Rossiya knezligining to'liq erkinlikka ega bo'lishiga yo'l ochib bersa, ikkinchidan o'rdaning ichidagi ayrim hokimiyat qurishga intilguvchi sultonlarning bo'linib chiqishiga mumkinchilik hozirlab berdi. Boshqa ko'z qarash bilan qaraydigan bo'lsak, G'arbning temir darvozalarini pachaqlab tashlab, Qozonni, Astraxanni va Qrimdagi turkiy xalqlarni Mo'ng'ullarning ezishidan qutuldirib erkinlikka erishdi. O'rta asrlarda Oltin O'rda Yevropa bilan Osiyodagi eng cho'ng kuchli davlat bo'lib, G'arb bilan Sharqni bir-biriga chetishtirib turganligini aytishning hojati yo'q. Biz yana inkor qilg'ili bo'lmaydigan tarixiy chilliq shuki, bu cho'ng kuchlik rayonni yuqorida aytgandek Targ'ay Bokinning o'g'li Timur vayron qildi. Barlas qabilasining kelgusidagi rahbari Timurning balaliq chog'lari Mo'g'ulistonning ichki nizolari, qon to'kishlar ichida o'tdi. U Chingizxonning avlodi bo'lmag'achqa, Oqsoqlarning qatoriga qo'shilishga, xonliq taxtga o'tirishga bo'lmaydi. Timur bir qatimliq g'alyonda Baliq bilan Samarqandning amiri o'z yiznisi Husaynni o'ltirib, hokimiyatni o'z qo'liga oladi. Shundan boshlab O'rta Osiyoda Timurning askarlari tegmagan yerlar, shaharlar qolmadi. U qo'shnisi O'zganjiga 5 qatim hujum qiladi. Bir qatimliq harbiy yurishida Xorazm, Turkmaniston, Dashti Qipchoq, Yettisu, Turk sultonligi, Hindiston, Eron va Iroqlarning kulini ko'kka so'rib qaytdi-da Oltin O'rda qarab atlandi. Amir Temur Turkiy xalqlarining tarixiy va madaniyatiga zo'r ziyon soladi. Shuningga qaramasdan, o'zi hokimiyat yurgizgan davrda O'rta Osiyo bilan Qozog'iston rayonlarida ko'rkam imorat, saroy va masjidlarni soldirdi. Turkistonda Xo'ja Ahmad Yasaviyning, Samarqand Shoyi zindon va Go'r amirlarning muzey saroylarini yasadi. Uning bu tuhfalari zaminda nurg'un qon to'kkanlik gunohini oqlayotgandek ko'rinadi. Turkiya xalqlari bir o'rdaga to'planib, yer zaminni, xalqning soni, askar kuchi jihati Yevropa va Osiyoda ustunlikka erishgan Oltin O'rda davlatini mana mushundoq og'diradi. Turkiya xalqlarining uningdan keyingi chechilishi, tarqalish to'g'risida qozoqlarning atoqliq yozuvchisi Muxtar Mag'avin mundoq bayon qiladi. Idil daryosining bo'yidagi, ya'ni Volga daryosining bo'yidagi burunqi Bulg'orlar davlatining o'rnida yangi Qozon xonligi qurildi. Idilning tuvan tarafida Astraxan xonligi paydo bo'ldi. Qora dengizda Qrim xonligi qurildi. Idil bilan Yeyiq, ya'ni Volga bilan Ural o'rtasida No'g'ay o'rtasi bosh ko'tardi. Sibirda Sibir xonligi paydo bo'ldi. Ko'k o'rdaning o'rnida Qozoq o'rdasi borliq keldi. Edil bilan Don daryosining o'rtasida Ulug' o'rda paydo bo'ldi. Shunday qilib, ikki asrgacha Turkiya xalqlarining birlikka keltirib turgan markaz Oltin O'rda 7 bo'lakka bo'linib, tarix xaritasidan o'chirildi.
Көк Орданың орнida барлıq kelgan Qozoqlarning o'rdasi shuningdan tortib kuchlanishga boshlab, Tavakkul xonning davrida mustaqil davlat bo'lib qurilganligi tarixdan ma'lum. Dәл шу yillari Tavakkul xonning bir tuqqan akasi Shig'ay xonning nevarasi O'ndoq sultonning o'g'li O'roz Muhammad Ruslarga tutqunga tushib qoladi. Nurg'un azob-uqubatlarni boshdan kechirgan O'roz Muhammadning oxir Moskva knezligidagi eng qadrli kishilarning biriga aylanganligi, butkul Rossiya askarlariga bosh bo'lib Kasimov podshohligiga, ya'ni Karman xonga hujum qilganlik to'g'risida Muxtar Mag'ovin Ala Sapran nomli ikki tomlik tarixiy romanida ma'lumot berdi. Shunday qilib, Rossiya shajarlarida ism atalgan qozoq xalqining ulug' farzandlaridan biri oradan 5 asr o'tgandan keyin kitob orqali xalq bilan qayta tanishdi. Dal shu yurishda u Oltin O'rdaning markazi Barka saroyi vahshiylarcha vayron qilinib ko'ydirilib o'tildi. Hozir u yer Rossiyaning Astraxan oblastiga qarashli Oqtepa daryosining bo'yida bor. Shuning bilan Qipchoq dalasining g'arbidagi eng ko'rkam, boy shahar tarix betidan o'chidida xarobalarni qum besib ketadi. Yana 150 yil o'tgandan keyin Rossiya savdogarlari vayron bo'lgan shaharning oq tashlarini Stirxonga elib berib, kichik Kremlni yasashga ishlatadi. Shu bir vaqtlarda 3 davlat, ya'ni Oq O'rda, Ko'k O'rda, Oltin O'rdaning markazi bo'lgan shaharlar hozircha tadqiq qilinmayotidi. Hozir bizda shu yo'qotgan tarixiy ong-sezimimizni qayirib qo'yib, tarix tadqiqotchilarini to'liqlaydigan arxeologlarmi yo'q? Yoki bo'lmasa Oltin O'rdaning markazi Baraka shahrining qadimgi tarixiy yodgorliklar qatorida davlat darajalik qo'g'dashga elish O'rta Osiyo bilan Qozog'iston rayonidagi biror hukumatning o'yig'imi kamidi. U shaharning xarobasi ostida hisobsiz boylik yotgan bo'lishi mumkin-ku. Afsuski, biz bu yerda nima qilish kerakligi to'g'risida o'ylanayotgan chog'da ba'zi bir tiz foyda tepishni ko'zlaganlar burunqi shahar o'rnini qizib, tepilgan narsalarni tarix to'g'risida, kelgusi to'g'risida o'ylanmasdanla o'zining qilib olyotidi. Bundan 10 yil burun men Baraka shahrini o'z xohlagancha qazgan ekspeditsiyaga qatnashgan bir yigit bilan so'zlashib qoldim. U shu chog'da menga har yili yozda yoki kuzda qo'limizga ketmang kurak elib ko'nisha o'rnini qazg'ilamoqmiz. Shaharning atrofiga ko'n tovoq, idishlarning sunuqlari, taqa, jugan, sunuq o'qiya, boshqa qadimgi narsalar tepiladi. Ular shunchalik ko'p bo'lg'achqa put qo'ydigan bo'sh yer yo'q. Shu yil alayda muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Shaharning dal markazini topdik deb o'yladik. Qizitib bir cho'ng ko'zini uchratdik. Ko'zining og'zi etilgan ekan. Bu cho'ng g'animatdan noyat so'yinib ketdik. Ko'zining cho'ngligi odam bo'yichilik keladi. Ko'zining og'zi mahkam bekitilgan bo'lg'achqa uning ichida liq oltin yombi bor deb o'yladik. Inchikilab qarasak, ko'zining sirtida arab tilidagi yoziqlar bor ekan. Biz ko'zini yerga urib sindirsak, uning ichidan odamning bosh so'nki chiqdi. U kishining beshi keligini biz nerdan bilatdik? Bizning izlaganimiz oltin tursa, sho'ng ko'nglimiz lassida sovib ketdi. Qo'rqmag'inni? Bu bozrang boshni ner tashlatib qizishni davomlashtiraverdik. Shuningdan bir hafta o'tgandan keyin yeziqi bor oltin muhr bilan kumush qoch topdik. Shu ikki narsa odamning oqargan so'ngki yindan tang tepildi. Biz o'zimiz topgan narsalarni ko'pincha Astraxan bozorida sotamiz. Kavkazdan kelgan bir yashangan buvay muhrdagi yeziqni o'qib so'yingandan "Voy, bu Batuxonning muhri ekan emasmi?" deb varqirab ketdi. Muhrni so'yib, tumordek peshonasiga tekkizdi. Ondan biz aytgan bahoni berib, uning ustiga ustak berib, muhri bilan kumush qochini elib ketdi deb aytib berdi. Ozg'ina boyliqni deb qanchalik zo'r boyliqni biroqla yo'qotayotganligimizni tushunyapsizlar deyman. Men u yigitni o'lgidek yomon ko'rib ketdim. Uning yanida savdoyilikdan obdariq dam ilib tinch o'ldira olgan emasman. Buyuk Rossiya shoiri Osiy Pushkin Anna Karenina bilan bog' ichida sayli qilib o'tib, so'ygini, putlashib ketgan toshni qaytar chig'ida elib olib, ishxonasidagi ustining ustiga qo'yib qo'ygan ekan. Hozir shu odatdagidekla tosh qimmatli tarixiy boyliqqa aylanib, tarixiy yodgorlik bo'lib qoldi. Ah, bizningchu. Biz nima qilyapmiz? Mushu Qur'on o'qitib bir narsa esim keldi. Qashqa Ko'nisha noyasining Opal yezisi. Dan bir shu Qarvash kentida imomlarimda Qarvash kenti bilan nimaning orasida bir jilg'a bor. Ma u o'ljigida ko'k taraflarni tutashtiradigan bir jilg'a bor. Bu orada bir keng to'g'roqlik bor va u yerda bir yog'liq bir jilg'aninki libida bir yog'liq bor deb, ya'ni kichik vaqtlarimizda Qarxonpashoyim deb ataydik. Narxi bakchiq rivoyatlar bor bu Qarxonpashoyim haqida.
O Qarxan Paşayımda muşundaq edemler bek yoğanmış, her qılsa süngekler, her xil taş, daçan bijnimeler çıqarmış. Andan o Qarxan Paşayımnınki topsi qıpqızıl olub, xalqlar bu bek yumşaq qıpqızıl topa və bu topunu ekilib, belqidek lay qılıb öýünü sıvısa, hazır o zamanda 80-90'lar oqşaydı. Nime mandaq tamlary degen hazırkı xuda qızıl hak bägendek çyraýlyk boldukende. Lekin kişiler yaman boldu, bu ýerniň topusunu elep qısa, bu ýer bek çoň bir şeýitlik. Qarhan Paşaýym dövründe bu Qarhan Paşaýym degeni Qarhanlar sulalysy döwründeki padşahlyknyň ämeliýetde şu opal şu wagtda şu nimesi bolgan. Mahmud Qaşqarynyňmy we şu wagtdaky padşahnyň ýalyk ýazlyk aramgaýy bolgan dep täsirlendigo. Demek o ýerde şu bek jyk kişilerninki işte baş soňakları ýene kelip belqadek put, kol soňaklary işte tepilganmış, tepilakänmişler. O ýani kolysy çykkan närselerini apyryp sasy ýaman jyk pul galdyken o bu dep. Biz kiçik çaglarymyz başlangyçda okuwatkanda aňlagan. Mesela men qoqaýtdym. Hem ýaman boldy degendiken u ýerge barsamda işte ýoğan kalladan biräni körep qalsak ýa-ki nim qısa jinjaplyş bolamky dep qoqaýdyk. Lekin kişiler aşu ýanyň topusyny asasen ep aşındaq soňaklar çyksa mabaldak bir jaň taşlatyplam boğup jega apyryp setip azrak pul kıldyken. Aşyndak qılıp bu Qarhan Paşaýymnyň aşu nurgun taryhy iznasy hiç kim bilmey, hiç kim baýgamay uçup tozup ýokap ketdi. Ýok hazır. Mençe ýok. Bayky kozak selengan baş kimniň beşi boğydy? Kim o başyny kozak selişini oýlapdyken? O baş gaýsy hanyň ýa-ki gaýsy batyrynyň beşi boğydy? Eger kozadyky ýyzyklarny okusak, biz onundan hazyrky namalum bolgan qandaq sirni tepişmaklarny ýeşer edik. Çingiz hanyň näwirsi Batuhan Oralnyň boýlarydaky saraýga kömülgen bolsa, onuň möhri näme üçin Berke şährinden tepilip galdy? Bunyň siri näde? Aýtmady. Halkymyzyň tagdiride, taryhyda namalum, düşünüksiz nurgun waraklar bar. Seniň sözüňden keyin şunyň okşaş arheologlarynyň kasapaty, adamlarynyň medeniýetsizligi we sawatsyzlygydan ýene taryhyň kançylygan altyn waraklary ýokalyp, taryh ak namalum kalyp galganlygyny oýlap ataman. Biz taryhdan ýaxşy bilgenimizdek, Çingiz hanyň hüjümi wagtynda Otur Asiýada ýaşagan türklärniň bir neçe kabila we uruklary Moňgollardan keçip çekinip ýürüp öz zeminini taşlap ketişge mejbur boluşgan. Ular Kiçik Asiýagaça bargan. O ýerde ularga Saljuqylarnyň sultany panalyk berip gogdap galgan. Selçuklylar. Ularny başlap kelgen kişiniň ismi Osman bolgaçka, ular Osman türkleri dep atalgan. Ondan şu Osman türkleri hazırky Türkiýe döwletiniň asasyny kurgan. Biz bunu o Tiriliş Ertuğrul dizisiden, kinosuda, onundan keyin onuň boğsy Sulayman Şahnyň aşu Suriýe tarapdaky çigirlerden qanday kelgenligi, onuň akysdan nemege kelgen wagtda Ertuğrul däwri kelgen wagtda qanday qılıp neme Ertuğrul'un kabri var ýene-de. Ağzymyň içinde bar. Zemira malum okutuşluk kıldygan ýer. Hem Biläjik. Şu aş bir sağa ýakyn şu aş Biläjik şu taraplar etraplarga köçüp keldi. Ondan keyin ogly Osman keňeýdi okludy. Degende kemdi. Biz ularny köýdük hem hazır muşular şunu däwady. 1299-ýyly o kabileler Salçuklylar sultanlygydan bölünip çykyp özleriniň mustaqil döwletini kurgan. Osman bolsa özüniň kahramanlygy we halka kılgan hesapsız gamhorlygy bilen bey atykyny algan. Hazır däl şu Quruluş Osmanyňky Türkiýedeki telewiziýa teatry o Quruluş Osmanyň şu ýerleri kelip atgan bolsa gerek. Özüniňki Osmanly quruş jarýanlary. Şahanow Eger bu halknyň bir wagtlarda ona wetini Türkistandan çykyp Türkiýe döwletiniň hakimiýet beşiği çykkan Kamal Türk çykyşy bolgan däwirlerdäki taryha garaýdygan bolsak, talay gallyk jaňlarga gatnaşyp, batyrlyk körsetgenligini göräleymiz. Meselen, 1326-ýyly ular Bizantiýanyň äň çoň şähri Brostyny egellep, ony öz döwletiniň merkezi kılady. Öz territoriýasyny dawamlyk keňeýtip, Mermer deňizigaça berip, o tarapda ýaşagan halklaryň hemmisini özlerine boýsundurdy.
Keyinchalik Qora dengiz orqali Balqan tog'lariga o'tib, ot izlarini qoldirishqanmi shular. Ular serblar bilan bulg'arlarni bosh egdirib, Vengriyagacha boradi. Aytmatov. 1383 yılı 15 avgustda Kosovo şəhəri aldidagi dalada türklər bilan serblarning qonliq urush qilganligini bilsangu. O ilishda Türk sultani Murat Sırp karoli Lazarni yengib o'ziga beqindirdi. Buni aytib o'tirishning sababi Balqan yarim orolidagi xalqlarning folklorida Murat Kosovo dalasida degan daston bor. U hozirgacha aytilib kelmoqda. O dastonning muzikasi esli qolarliq alayda yaxshi muzika. Daston ancha cho'ng emas. Adabiyot tarixi uchun Igor qo'shoni haqida naqshidek ahamiyatga ega bo'lmagan bilan yanada nihoyat ko'p tarixiy faktlar bor. Dastonda yoritilgan ko'rkamlikmi xili yuqori o'ringa ega. Şaxanov. Türklərinin sultani Murad 1421-1451 yıllargacha hokimiyet yürgizgen bolup, o öz dövlətinin territoriyasını kengaytish maqsadida qo'shinini boshlab Donaygacha borgan. O shu yurishlarning birida Barna, ya'ni milodiydan burun barpo qilingan Bulg'ariya shahri ekan. Barna shahrining oldida chexlar bilan vengerlarning birlashma armiyasi bilan urushadi. U noyati botir va pishqan askar boshlig'i bo'lg'achqa son jihatda o'zidan ko'p bo'lgan Yanush Xoniyatning askarlarini tarmar qilgan. Turklar 1475-yili Qrimni o'z ilkiga olgan. Osman turklarining Yevropada elib borgan tinimsiz hujumlarida Balqan va Sirp xalqlari ko'p qirilib azob tortdi. Bu hech besilmagan qon to'kishlardan bezar bo'lgan va ularning qistab kelishidan qo'rqqan Sirp podshohi Stefan Dushan 1349-yili Gazkovning barliqini yozgan Simolga o'xshash 201 moddali qonun chiqarib xalqqa e'lon qiladi. Uning 21-moddasida mundaq yozilgan: Kimdi-kim xristian dinidan tinib, boshqa dinni qabul qilib, osiylik qiladi ekan, qo'li bilan tili kesiladi. Bu qonun o'z vatanini qo'g'dashni kuchaytirish uchun zarur bo'lgan qurol sifatida ilojsizlikdan qo'llanilgan. Aytmatov. Stefan Dushan odil va haqqoniy hokimiyat yurgizganlikdan yurt kattalari o'rtasidagi ichki nizolar tugab, birlik mustahkamlandi. Kishilarning bir-biriga bo'lgan ishonchi va hurmati ortib, tartib muqimlashdi. Podshoning o'z qo'li bilan kimdi-kim o'zining ota-onasi, aka-inisi, oit singillari yoki bolalarini qasddan o'ldirsa, bundaqlar tirik bitichi o't kuydirilsin. 96-modda. deb yozganlari yuqorida aytganlarimizning dalili emasmi? Shaxonov. O'z vaqtida ovozim Rossiyaga ketar tarqalib deb she'r yozgan Pushkin 1833-yil kuzida Pugachev qo'zg'olonini tadqiq qilib Peterburgdan Orenburg chegara komissiyasi keladi. Shu soatda uning bilan do'sti, adabiyotchi ham chegara komissiyasining mansabdori Vladimir Dal birga ikki ot qo'shilgan harvaga o'ltirib, qozoq ziminlari orqali Orolga boradi. Buyuk shoir Orol bo'ylarida 3 kun turib Pugachev qo'zg'olonga munosabatli yerlarni ko'rib, Shag'an daryosining bo'yidagi qo'zg'olonchilar quroli yaroq yasashga to'mir chig'anlar va Pugachevning kichik ayoli Ustinyattin uyda bo'lib, shu yerlik qerilar bilan suhbatlashadi. Aytmatov. Aleksandr Sergeyevich shu sayohatidan keyin kapitan qizi postini e'lon qiladi. Uyg'urcha tarjima qilingan kapitan qizi degan bu post. Da qattiq tashliq nefisli bir kitobdi. Bir qizqarligi bosh qahramon Mirinovning balaliq davri Orol daryosining bo'yida o'tadi. Qarasa, u qahramonning tegitekli Ruslarning ulug' masalchisi Ivan Kirlovning otasi ekan. Pushkin tadqiqotchilari buni keyin dalillab chiqishdi emasmi? Shaxonov. Shundoq. Shu qitim Pushkin 1833 va 38-yillarda yuz bergan Kiyev ordisining mustamlikachilikka qarshi qo'zg'olon qozoqlarning ataqliq shoiri Muhammad O'tmisov bilan yuz ko'rishdi. Muhammad o'g'li Nursultonni Orenburg korpusiga kirgizish uchun hujjatlarni tayyor qilg'ili Orenburgga kelib, Orolskiy shahrida turib qoladi. Uning bilan birga dalon naqshchisi Jankesmi bor edi. Muhammad bilan burundan tonish B.E. Dal arxivlarda Muhammadning dalga yozgan ikki xat saqlangan. Uni Pushkinga tanishtirdi. Naqshchi Jankisning aytishiga qaraganda shu ko'rishda Pushkin lirik xalq dastoni Qo'zi ko'pilik bayon go'zalini yezib oladi. Hozir Pushkin muzeyida Qo'zi ko'pilik bayon go'zalining teksti yozilgan 8 varaq qog'oz eng qimmatli adabiy meroslarning biri bo'lib qoldi. Buyuk shoir qozoqlarning bu dastonining voqealigi bo'yicha she'riy roman yozishni ko'ngliga pukkan bo'lsa-mu, biroq u maqsadiga yetolmagan. Aytmatov. Ko'ngil bo'lishga tegishli ahvol ekan. Shaxonov. Yoyik,
ya'ni Jayıq daryosының Oral deb atalib qelish to'g'risida bir ikki ig'iz so'zlab o'tay. 18 asrdagi Çar padişahlıqqa qarşı eng cho'ng qo'zg'olonni qo'zg'ab, butkul Rossiya imperiyasini titratgan Emilian Pugachev o'zining kuchli qo'llovchilarini mana shu daryo bo'yida tashkillagan. Bu qo'zg'olonning podshohini qattiq cho'chitgan yeri shuki, Rossiya xristianlaridan boshqa yana kozaklari, boshqart, tatar va ko'plagan kambag'al qozoq xalqlari qo'zg'olonchilar qo'shilib ketgan edi. Pugachev xoinlarning sotqinlik qilishi bilan qo'lga tushib, qo'zg'olonga qatnashganlar jazoga tortilgandan keyin Char podshohligi Yoyiq degan qo'rqinchli ismni xalqning esidan mangu chiqarib o'tish qaroriga keldi. Shuning bilan ayol podshoh Yekaterina II 1762 yildan 1796 yilgacha 34 yil hukm surgan ayol ekan. Atayin yorliq chiqarib, Ural tog'laridan boshlangan Yoyiq daryosini Ural tog'ining ismi bilan, ya'ni Ural daryosi deb atashga o'zgartirdi. Ilgirki bir zamonlarda bu daryoning bo'yida dunyoga kelgan Zoroastr, burunqi Zoroastrizm dinining asoschisi ekan. Ning ismi bilan atalgan mana bu daryoning ismi o'zgarib kelib bugungi kunda Ural deb atalmoqda. Qozoq tilida so'zlashuvchilar hozirgachilik Jayiq deb atashsimi, ammo barliq jo'grafiyalik xaritalarda, rus kitoblarda bu daryoning ismi bir chog'larda Yekaterina II ning buyrug'ida yozilib keticha o'zgarmay kelmoqda. Aytmoqda. Cheksiz hayot davrida o'zini ulug' xalq deb atagan xalqdan boshqa millat va xalqlar tarixini va tarixiy meroslarini unutib qolishga boshlagan emasmi? Chunki Turkiya xalqlari burun bo'lib o'tgan va bo'layotgan ishlarini o'zi yezishmasdan ular uchun boshqa xalqlar yezishyapti. Boshqa xalqlar o'zlarining tarixini yezish bilan birga Turkiya xalqlarining tarixini yezishga majbur edi. Bir xalq ikkinchi bir xalqni yaxshi ko'rishimi, yomon ko'rishi mumkin yoki qo'rqib sat ko'rishi mumkin bo'lg'achqa tarixiy paketlar shu yaxshi ko'rish yoki yomon ko'rish positichi bo'yicha qarilib qilib, u yezilganlarda amaliyotmi ochiq yolg'on narsalar uchrab turadi. Yaxshi bo'lg'ini turk tarixini rasmiy olimlar tadqiq qilishganlikdan ular arab, xanzu, rus, ingliz va nemis tillaridagi manbalardan foydalanish mumkinchiligiga ega bo'lib, shu tillarda chechilib ketgan ma'lumotlarni to'plab, tom-tom ilmiy asarlar yozildi. Shu ulug' millatlar yoki bo'lmasa ulug' tarix, mundaq gaplar. Hamma millat o'ziga ulug'. Hamma millat o'ziga ulug'. Millatlarningki qo'shilishi, yo'qolishi, paydo bo'lishi bu narsa uzun bir tarixiy jarayon. Uzun tarixiy jarayon. Bu jarayonda nurg'unlagan ulug' faxrlangidek ishlar bo'ladi. Nurg'unlagan yuziga qor surtgidek, beshini ko'taramagidek ishlar bo'ladi. Shuningdek bir millat u bir cho'ng to'plum. Shundaqla uzun tarixiy davrning mahsuli. Unda bo'lganikin bu yerda anda ulug' millatlar, mandaq nima millatlar degandek atash mencha to'g'ri emas deb o'ylayman. Hamma millat o'ziga ulug', hamma millat o'ziga no'chi, hamma millat o'ziga qaltis. Shaxanov. Ularning orasida shu har qaysi tillarda turklar to'g'risida yozilgan paketlarni kichkina bo'lsa yig'ib to'plab, ko'p tomliq ilmiy tarixiy asarlarni yaratganlar xeli ko'p. Masalan, A. Levshinning 3 tomliq 19-asrdagi qirg'iz qozoq o'rdalari bilan dalolarining isbotnomasi, Ne Pechorinning Anasay qirg'izlari, O'rta Osiyo va Qozog'iston shajarasi, Radlovning qadimgi Mo'ng'ul, Uyg'ur, O'rxun Anasay yozmalari, Malovning Koni turkiy yozma xotirlari, Aristovning Turkiy qabilalar, Bartolitning O'rta Osiyo va Turkiston tarixi qatorliq asarlar butkul xalqlarning olqishiga va qimmatli bahosiga erishdi. Bu sohada Qozog'istonlik tunilgan olimlarning biri akademik Alikay Marg'ulanmo ko'p yillardan beri horimay talmay ishlab, milliy tarix ilmini zo'r darajada beitdi. Tarix taraqqiyotini tadqiq qiluvchilardan Kemal Aqshev, Manash Quzubayev, Qozoqlar nomli tarixiy kitobning avtori Qo'yshig'ara Salg'arin, qarindosh xalqlarga o'xshashla mansub bo'lgan boturlar va yo'lboshchilar to'g'risida 2 tomliq kitob yozgan Tursun Jurtboyevlar zo'r tuhfa qo'shdi. Tarix va arxeologiya olimlaridan Vaxan Shalkinov, Karl Baypaqov, Polat Ko'makov, Me Qodirbayev, Si Shoir Janov, Li Izrak Erzakovlarning qo'shgan tuhfalarimi alaydi.
Дәл шуныңга o'xshashla Qirg'iz xalqining tarixidami ilgari noma'lum bo'lganni tepib, burmalangan paketlarni o'z o'rniga qo'yib chiqish uchun ko'p emgak singdirgan va jasurlik ko'rsatgan Qirg'iz olimlaridan Aqtan Tinibekov, Osman Ali Sidiq o'g'li, Husayn Qarasayev, Ki Budaxin, B. Jamg'irchinov, Qi Husaynboyev, A. Banmanov, Ö. Qarayev, Yu Xodikov, B. Piloskix, B. Mokrenin, Cho'yun Ömürlayev, Abitay Ömürlayev, Ömüraliyevken. Ömüraliyev. İngilizce o'qiyotib turibdiman. Qiliç Esenoğlu, Talay Yeshinaliyev qatorliq mustaqil fikr yurgizishgan tadqiqotchilar va tadqiqotni davomlashtirib kelayotganlar bor. Ular o'z tadqiqotlarida yangi ko'z qarashlarni o'tirib qo'yib, tarixni tunish ufqini xeyli kengaytdi. Aytmadim. Masalan, Yaponiyada maktab o'quvchilari o'z xalqining tarixi, madaniyati, adabiyoti, musiqasi va go'zal san'atiga munosabatga har qanday savol so'ralsa javob bera oladi ekan. Chunki shularning hammasi boshqa darslar bilan birga o'qitiladi. Ularda ona vatanning tarixini yaxshi bilgan o'quvchilarning ondan boshqa xalqlarning tarixini yaxshi o'rganishiga imkoniyat yaratildi. Bizda bo'lsa hammasi butunlay aksicha. Bizning o'quvchilar Lyudovik, Vilgelmlarning tarix to'g'risida aytib bera olasimi? O'z tarixi to'g'risida so'z bo'lganda beshini yerga sangiltib, qizarg'inicha un chiqarmasdan turaverdi. Sababi u to'g'risida ozgina tushunchasi bor. Biroq Xudoga shukr, oxirgi yillari mundaq kasaldan saqlayishga boshlagan o'xshaymiz. Shaxonov. Tarixchilar Chingizxonning jazo yurishi bizning taraqqiyotimizni oz deganda 300 yildan ortiq orqa chekindirganligini yozishyapti. Ularning aytqani bo'yicha bo'lganda hozir taraqqiyot jihatda Yaponiya bilan o'xshash saviyada bo'lish kerak ekan. Bunday tushunmaydi. Bunday tushunmaydi. Shuncha ular tarixini deb kelyotidi. Peterning Rossiyani qanday qilib shu eng cho'qqiga it chiqqanligini, podshoni deb kelyotidi. Orqasidan chiqqan ellarning qanday cho'kirayotganini deb kelyotidi. Taladan bishkim kelib, bishkim uni cho'ktirib etmabdi. O'zining ishidagi hokimiyatning chirish sababli heli chiqib, heli tushib, heli chiqib, heli tushib ketdi. Sirtdan Mo'ng'ullar kelmagan bo'lsa-mu, yana Yaponiyadek bo'lib ketishini atayin. Chunki nurg'un ichki urushlar bo'ladi, bilimsizlik bo'ladi, nodonlik bo'ladi. Agar ularni yenga olsa, yaponlarning oldiga chiqa oladi. Chunki yaponlarmi Meiji yilidagi yangilik ko'chishdan keyin butunlay ajoyib zo'r darajada ilgirlagan ular. Shuningdek, mahil nima faqat ilmiy emas. Bu xil bayonlar va bu xil narsalar shundaq Mo'ng'ul manda qilib etmagan bo'lsa, 1000 yil burun meni hozir Yaponiya bilan teng bo'larkanman deyish hech qanday faqat logikaga tushmaydiganlar bir selishtirish bo'yicha. Bugungi Yaponiya 1945-yilda ikki tal atom bombasi yevatgandan keyin yakson bo'lib ketgan Yaponiya ro'yi jihatdami, iqtisodiy jihatdami, harbiy nurg'un jihatlarda ajoyib cho'ng yo'qotishga uchraydi. Ular yana o'rnidan dast turgan yaponlar. Axloq bilan, sistemalik, noyatda ilaqam ilm fanni ching tutish, kishilarning axloq fazilatini, hammani shunda bir sistemalik shu elib berilgan, masalan, hokimiyat kuchi bilan sistemalik elib berilgan qayta qurish xizmati natijasida o'tirib chiqqan bugungi Yaponiya bu. Chingizxonning qo'shini dehqonchilik rayonlarini vayron qilib, qarshilik ko'rsatgan shaharlarning kulini ko'kka so'rib, o'zlari besilishgan rayonlardagi xalqlarning turmushiga, iqtisodiga, madaniyatiga ko'p ziyonlarni sog'an. Biroq keyinchi bu rayonlar Oltin O'rdaga bosh egib, uning bir qismi bo'lgandan keyin jonlanishga boshlagan. Uning ustiga 13-14 asrlarda Oltin O'rda g'arb bilan sharqning taraqqiy topgan rayonlari, Hindiston, Misrlar bilan iqtisodiy va madaniy munosabat o'rnatish natijasida Kichik Osiyo bilan G'arbiy Yevropani tutashtiradigan karvon yo'liga aylangan. Agar Oltin O'rda burun birla halok qilish roliga ega kuch bo'lgan bo'lsa, endi Oltin O'rda va uning hukmdorlari asrlar olmishib o'tgan sari yerlik xalqlar bilan singishib, islom dinini qabul qilib, dehqonchilik qilishni o'rganib, madaniyat bilan iqtisodni taraqqiy qilishga turtki bo'lishga boshlaydi. Dal shu vaqtda Oltin O'rdaning cho'ng shaharlari bo'lgan Saraybatu, Saraybarka, Kezish, O'zgan, Seg'inoq, Xorazm qatorliqlarda qo'lhunarvanchilik, ilm-fan, adabiyot, go'zal san'at, madaniyat taraqqiy qilib, katta savdo va madaniyat markazlariga aylangan. Yana bir narsa bor. Mo'ng'ullar yolg'iz bu yanini besib vayron qilib etmadi. Mo'ng'ullar boyib deb keldi, butun yana besib vayron qilib etdi. Vayron qilib, Xitoyni vayron qilib etgan. Mana vayron qilib o'laman deb keyindan qo'g'lab Osmon Botirning qishig'icha jug'urib kelgan Turkiyagacha. Qanday qildi?
Türkler Büyük Osmanlı imperiyasını kurdu. Meni buningdan 800 yıl burun, 900 yıl burun muştaq Moğollar kelip yo'qotib o'tibdi 300 yil dese, boshqa yo'qotib Mo'g'ullar yo'qotib o'tgan yerlar dunyoning oldida yurayotgan nurg'un yerlar bor. Ular nima bo'pti? Ular nima bunday yo'qolib ketmabdi? Yevropagacha puti yetgan. Mesela Ruslarning besi borgan. To'g'ri. Shu. Shunaqaqa. Buni hissiyat bilan gapnimda chiroyli davosida bo'lmaydi-ku. Bu mening shaxsiy fikrim. Albatta, bu ulug' yozuvchilarning gapiga gap qatqidek hech qanday salohiyat yo'q, ammo bu hech tarixiy taraqqiyotga, o'tib ketgan tarix qarashga hech uyg'un bo'lmagan bir chichamiz po'qidan ko'rapti deydigandan iborat bir narsa. Yana qarab baqsaq, bu bijadamni besibdi ekanmi, bularni besibdi ekanmi, hamma yerni bosgan bu Mo'ng'ullar. Man deb kelyapmanmi? Turklarni qo'g'lab mushtaq besib nima qilayotgan. Shuning bilan ular qechib berib u yerda Buyuk Osmanlı imperatorligini qurgan deb. Bu yerda demak, oyatdagi qiyinchiliklar, tarixdagi nurg'un narsalar, mayli shaxsiy yoki millat yoki bir davlat oldida yuz insonlar duch kelayotgan narsalar asosan o'xshash bo'ldi. O'xshamagan millat, o'xshamagan rayonlardachu xarakteri o'xshash bo'ldi. Buningki natijadagi farqni keltirib chiqarayotgan narsa shuningga uchirg'uvchilarning buningga bo'lgan tushunchasi, lekin buningga bo'lgan nuqtai nazari, ya'ni turkchada baqish ochisi deb qo'ydi. Nuqtai nazari. Qaysi maydonda turib bu narsaga qandoq ideya bilan bu narsaga fikr yurgizyotidi. Undan keyin uning amaliy kuchi, aql parosati bir qiyinchilik yo'liqqan vaqtida qechishmi yoki bo'lmasa halok bo'lib yetishmi va yoki bo'lmasa buning tadbir qo'llanib har qanday bir qiyinchilikni fursatga aylantirishmi, bu qiyinchilik yo'liqayotgan kishining masalasi. Qiyinchilik har vaqt bor, hamma yerda bor va tarixiy davrning har qaysi bo'laklarida uchrab turadi. Uning balkim mohiyati o'zgarmaydi, ammo shakli almashib turishi mumkin. Uning farqini chiqarayotgan narsa hargiz qiyinchilik emas. Balki qiyinchilikqa yuzlanguchilarning farqi natijadagi farqni keltirib chiqaradi. Bugun mushagicha o'qiylik, davomini o'qiymiz. Allohga omonat.